3, 52, 34, 4, 6, 7, 8. Vaqtga qo'yib flash karta san'atadi ustozlar. Shu narsani faqat flash kartada emas, aytaylik, monitorda, ya'ni platformada bajarsa ham bo'ladimi? Masalan, MySkills platformasida. Albatta bo'ladi. Shuni ko'rsatib berasizmi bizga? Hozir ko'rsatamiz. Platformada o'yinlar bo'limiga kiramiz. Mental arifmetikani tanlaymiz va flash kartalar bo'limi bor alohida. Bunga kirganimizdan keyin har xil personajlarni tanlab olamiz va nastroyka bo'limiga, sozlama bo'limiga o'tib, ikki xonalikni belgilab olamiz. Intervalni demak vaziyatga qarab turib o'quvchilarni yaqinda boshlaganlar bor, uzoq muddatdan beri shug'ullanayotganlar, shunga qarab intervalni olamiz. Hozir o'rtacha 0.5 ni oladigan bo'lsak, mana bu diktant rejimini yoqish kerak. Va bu yerda misollar flash kartalar ko'rsatadigan soni 100 ta chiqadi. Har bittasini oralig'i 0.5, ya'ni 0.5 tezlikda o'chib yonadi va keyingisi chiqquncha orada kutib turishingiz mumkin. 1 sekund yoki 1,5 sekund. Demak, o'rtachani oladigan bo'lsak 1,5 sekund qilamiz va ketdi, boshlab ko'ramiz. 36, 22, 68, 69, 82, 93. Bu ketma-ketlikda 100 ta chiqadi. Ketma-ket aytib ketaveradi. Bu sekinlik qilayotgan bo'lsa, shu joyning o'zida intervalni kamaytirish imkoniyati bor. Tezlik ortyapti. Endi har bittasi ko'rinish tezligini sal o'rtachalashtiramiz mana. Bu flash karta ko'rinib turish sekundi. Qancha 0.8 soniya ko'rinib turadi va bola fotografik xotirasida ko'rib, muhrlab tezroq aytish kerak bo'ladi. Demak, xohlaganlaricha sozlab olishlari mumkin. Ha, bu yerdan o'quvchilarga moslashtirish imkoniyati bor.